Ой, Sanjik деловой, деловой. Любой темада gaplashamiz, sekin-sekin. Движением bo'lyapti. Qani bostu davrda soqqali gaplar. Yuring. Cho'tki akam. Ehtiyot bo'lib. Ha, uyga borsak bo'lardi. Yo'q, aka shuncha odam kutib turibdi-yu, ko'rsatuv bo'lishi kerak. Mana, tem bo'li tekst ham tayyor. Aka, Ha, mayli. Shu yerda yozuvchi yozib qolsam bo'ladimi? ana antga o'tirib yozib olavering, bratim. Rahmat. Yozavering mana shu o'tirib. Yo'q, endi aybga buyurmaysiz endi. Endi ismi sharifingizni aytib yuborsangiz yozardik. Sanjik деловой deb yozib qo'ying, bo'ldi, aka. O, деловой. Ne? Ha, bo'ldi. Sanjik? Sanjik? Assalomu alaykum. Ye? Keldi. Nima bo'ldi? Balo bo'ldi. To'xta aytma, o'zim taxmin qilaman. Ani uxlatib yuborgan odamlarning ushlab olib urgan, to'g'rimi? Ili ani kimnidir qiziga gap otib qo'ygansa, keyin buklingni chiqarib urgan, to'g'rimi? Ko'l ustida. Aytuvdim senga, mana tilli kaltaroq qilgin deb, bu kerakmi senga shu, men ahvolingni qaragin. Yo'limdan chiqishini oqibati mana shunaqa bo'ladi. Nima bo'ldi o'zi? Ikkita buqa yo'limdan chiqib qoldi. Tiqib tashladim, tiqib tashladim. Lamat qilib qo'ydim. Qani ular? Qayerdan bilaman? Yotibdi qayerdadir. Qayerda yotibdi? Yomonmi jig'olanar ekansan, der. Qayerdan bilaman? Yotgan joyida yotibdi. Sanjik, shunchalik qattiq urdingmi? Kaneshna, voy. Qo'llaring sinib ketibdi. Mazalarini qochib tashladim. Men qara ichim xizitmagin, vaqt yo'q. Qayerda yotibdi ular? Navigatsiya bilan ham topa olmaysan qayerda yotganini. Qara Sanjik. Shunaqa katta ishkalni boshladingmi deyman-da, ha? Odam! Oxirgi 10 yilda unaqa ishkalni ko'rmagan. Odamlar mazasi bo'lmay davleniyalari ko'tarilib ketdi-yu, urganimni ko'rib. Hozir senga yetsam, sen ham davleniyang ko'tarilib ketadi. Qo'y, etmay qo'ya qoling. Men qara, tup-tuzu bolasan. Sanjik деловой degan noming bor. Senga yarashadimi o'rtoq shu? Normalniy paradishli bola bo'lsang, nima ishkal boshlab yuribsan, Men qara o'zi tirikman ular. Qayerdan bilaman? Qayerdan bilamanmish. Qayerdaligini bilmasang, tirikligini bilmasang, nimani bilasan o'zi? Nimani bilasan? Sendan serios so'rayapman. Anaqa. O'zim bansada uyg'ondim, ha. Doktorlar aytdi. Olib ketishdi dedi. Bo'ldi. Kim olib ketadi? Yotibdi. Sakramasdan edi. Bilaman qara, ahvoling mana bunaqa dabdala bo'lib yotibdi. Nima bu? Skurini ham mana studiyoga olib kelibsan. Yur uyga ketamiz. Endi yotasan ko'rpa to'shag'in. Nima qilasanmi? Yo'q. Chaqir mehmoningni, gaplashamiz. Ko'rsatuv bo'ladi bugun. Qanaqa mehmon yo'q. Qayt mehmon yo'q. Keladigan odamga kimdir nakolka berib yuboribdi. Bormagin, Sanjik delo. Polni apomov etib tashlaydi. Sharmandani chiqarib yuboradi degan ekan, kelmadi mana, qo'rqib kelmabdi. Voy, grazi. Oke, o'zi graz bo'lgandagi mazasini qochiraman-da, to'g'rimi? To'g'ri. Mehmon yo'qmi? Yo'q, nima qilamiz endi? Mana mehmon. Qahramonim bugungi. Okam o'zlari masjidgacha olib keldilar meni. Oka, bugun ko'rsatuvimni sizni odamlar bilishi kerak qanaqaligingizni. Mana qahramonlik. Men qara, bu okani shuncha odam kutayotgandir. Nima qilasan? Yo'q. Zizda qilaman bugun sizni. Bosamiz oka gazini. Ko'rsatuv nechida boshlanishi kerak edi? 9da. Hozir soat necha bo'ldi? 9:30. Yana yarim soat kech qolib kelamiz. Oka eshitmay qilmaydi. Odamlar o'rganib qolgan. Bosing gazini. Haligi kechdan ko'ra hech yaxshi deyshadi-yu, ha? 100%. Bosing. Mana okam bilan gaplashamiz. Ну хорошо, bo'pti, men qarang. Bu yerda razgovor bo'ladi, такой, любой temada gaplashamiz. O'zingiz erkin his qilib, mazza qilib o'tiring, xo'pmi? Biz sizga savollar beramiz. Xo'pmi? Rahmat. Men qarang, bu nima u? Boshlariga ana kaskalar, perchatkalar, nima qilasiz bularni? Men ham so'ramoqchi edim shuni. Nimaga bu? Ha, endi bu hozir shunaqa yurmasak bo'lmayapti-da. Chunki kasallar urib mazamizni qochirib qo'yishadi. Lekin
kaltak yeyish ham bir diagnozda. kalta yeb qanaqa diagnoz qo'yasizlar voy? O'zi bir ahvol bo'lib yotsanglar, nima davleniya o'lchaysizlarmi? Kulma akam ustidan. Gohida aptechkamizda uspokоительный tugab qoladi-da. Ha. Shunda bemorlar bizni urib keyin charchab uxlab qolishadi. Serios? Yomon uradimi aka? Endi majburmiz. Ha, bo'pti, mana qaranglar. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Tayyormiz. Men tayyorman. Kamerator, начали. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sanjik Dilovoy, любой temada gaplashamiz ko'rsatuvi yana efirda. O'rtoqlar, men cho'tkiyman. Mana bugun ko'rsatuvimizning mehmoni naturalniy qahramon kelganlar. Brat, zo'r insonsiz. Akam, gapirib bering. O'zingiz haqingizda. Assalomu alaykum. Men med kollejni bitirganman. Keyin med institutni bitirganman. Ko'p o'qiganman. Maktabda o'qimaganmisiz? Maktabni 5 bahoga o'qitganman. Qo'y. No, Значит, anu kasallarni ham davolagansiz-da, ha? doktor men deyapti-yu. Kasal davolaydi. Aytib bering aka zo'rlaridan. Yo'q, meni unaqa ishlarga vaqtim yo'q. Chunki men ko'p o'qiganman-da. Faqat o'qigan ekansiz-da. Ha? Ha, bu qizuv voqealardan ham gapirib bo'ling, reputatsiyangizdan o'tganmi? Nimalar bo'lgan o'zi? Bizga qizuv. Qiziq voqea zo'ri bo'lgan. Operatsiya paytida operatsiya bo'layotgan esimdan chiqib, o'qib o'tiribman. Keyinchi? Uxlab qolganlar. Yo'q. Kitob o'qib. Keyin bemor ketgan. O'ldimi? Ba'zida o'qiganimiz ham foyda beradi. Ishqilib, men tepamda normalniy turdingizmi bugun? Kitob o'qimadingizmi? To'shningmi? Normalniy. Sizlarga ham qiyin-da bularga ham. Конечно qiyin. Uxlab qoladi mana. Kulma akam ustidan. Aka, aniq so'ramoqchi edim. Boya ko'zimni ochdimi? Bitta olsam oppoq xalatlarda turibsizlar. Ko'chaga chiqsam ham oppoq xalatdasizlar hammanglar. Boshqa forma yo'qmi? Faqat oppoqda yurasizlarmi? Просто men aytmoqchimanki, aka, taku menga o'xshab ochkilada, skromniki taku jentraga yotib olib, bilatavat qilib yursangiz bo'lmaydimi, bratim? Shunaqaga yarashasiz-ku. Okaga ko'proq bor, qora rang yarashadi. Shlapa ham kiyib oling, qop-qora. Yo'q, adashasiz. Oq kiyim ko'nglimizni tozaligini bildirib turadi. To'ppa-to'g'ri. Keyin oq narsa tinchlik ramzi, to'g'rimi? 100% to'ppa-to'g'ri. Haligi biz kasallarga kechki boramiz-ku. Shunda iltimos urmanglar, shu oq xalat hurmati yo'qmi deymiz-da. Demaydi-ku. Ana, ko'rdingmi? Ha, tushundim. Bo'l, aka, yana shunga o'xshash qiziqroq voqealar taku bo'lgan, bir taku bo'ladi-yu zo'rlari taku. Shunaqalardan bitta gapirib bering, birader. Qiziq voqealar bizda ko'p bo'ladi. Qani? Misol uchun, bir kuni bemorni tomiriga tusha olmaganman. Vashqa qiziq ekan lekin. Keyin hushimdan ketib qolganman. 3 soatdan keyin o'zimga kelsam, bemor yo'q. Keyin bilmadim. Qondan qo'rqaman. Iska. Bu qondan qo'rqsa, pajarniy suvsiz kelsa, qassob suyeni pixat qilsa, qanaqa vazafim buzilmaydi? O'rtoq doktor, Sanjik sizni polni skaner qilib bo'ldi. 100%. Aka, mayli. Xafa qilmayman bugun. Rahmat. Yaxshi insonsiz. Menga yordamingiz tegdi. Chiroyli o'zingizni tilaklaringizni bildirib, ko'rsatuvimizdagi obunachilarimiz bilan xayrlashib bora qoling, aka. Davay, bosing. Rahmat. Bizni kuzatib turgan hamyurtlar, avvalambor sog' salomat bo'linglar. Kasal bo'lmanglar. Kasal bo'lsanglar ham nasrniylar yaxshi paytda bizni chaqiringlar. Chunki
palto yeyverib hamma joyimiz ko'karib ketdi-da. Agar biz kasal bo'lsak, bola chaqamizni kim boqadi? Sizlarga kim qaraydi? To'ppa to'g'ri. Endi hozir shu paytda dardimni aytib olmasam, qachon aytaman, to'g'rimi? Qanday? Bo'l, aka, bora qoling, boring. Kechirasiz-ku. Bir narsa so'rasam maylimi? Mendanmi? Ha? Faqat pul so'ramang. Yo'q. Nima so'ramoqsiz, aka? Siz o'tirib chiqqanmisiz? Tushunmadim. Haligi Sanjik Delavoy degan nomingiz bor. Chunki hamma Delavoylar o'tirib chiqqan-ku. Yomon kalla qo'ydi. O'tirgan mana shu ham kreslosiga mixlanib o'tirgan bu. Mana qarang. Tur yo'qol. Endi ochding. Tur yo'qol bu yerdan. Men sizni odam deb olib kelibman-a. O'zim ham kelaverardim. Bor, Yo'qol bu yerdan. Doktor, to'xtang, xafa bo'lmang. Men ketdim. Hazillashib. Quloq doktori bu, doktor emas. Laqabsko'y doktor. O'zing laqabsko'ysan. Senga shuncha yordam bergan odamni ham urishib haydab yubording. Nima kerak bor edi bu? Nafasini qara, sovuqligini. Bo'pti. Davay, ko'rsatuvni yakunlaymiz. Hamma bilan xayrlashib, men ham ketdim. Ketsang ketur. Как раз skoriyaga chiqib olsang, jinnixonaga tashlab ketishadi. Aka, to'xtang. O'rtoqlar, adashib, mana shunaqa diletanlarga uchrab qolmanglar. Naturi tarixdan ham o'chirib yuboradi sizlarni. Sog' bo'lasizlar.